uyingizda jihozlaringiz, bitovoy texnikalaringiz kuyib ketishi mumkin. Siz uyingizda 3 fazali elektr hisoblagich qo'ygansiz, mabodo tashqaridan kelayotgan nol uzilgan bo'lsa, nima oqibatlarga olib kelishini bilasizlarmi? Uyingizda jihozlaringiz, bitovoy texnikalaringiz kuyib ketishi mumkin. Agarda shu narsani qo'ymasangiz, katta ehtimol bilan katta pulga tushishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, shu xonadonimizga shitini yig'ib berganmiz. Shitimizda asosiy narsa bu relay напряжение hisoblanadi. Nimaga desanglar, ko'chadan baland kelib qolsa, to'satdan pasayib kelib qolsa, bu narsa usib qo'yadi. Eng asosiy narsa bu nol uzilib qolsa, bu sistemaga tok o'tkazmaydi. Qachonki sistema yaxshilansa, o'shanda tok o'tkazadi. Shuning uchun biz ABB ni kontaktorlardan foydalanamiz. Nimaga desanglar, bu 100 voltdan ishlaydi. Relay напряжением zubr bo'lganligi uchun buni eng minimum 120 ga qilib qo'yamiz. 120 dan chiqib, bemalol kontaktorlarimizga tok berish uchun. Keyin kontaktorlardan chiqib, stabilizatordan chiqib, keyin uyimizga tarqaydi. Nimaga bo'lmasam, relay напряжениeni kontaktor orqali ishlatamiz. Relay напряжениeni o'zini ulab qo'ysa ham bo'ladi deydigan bo'lsalar, bu uyimizda yuklamamiz katta bo'lganligi uchun kontaktor orqali ishlaydi. To'g'ri, zubrda eng kattasi 63 amper, lekin 63 amperga kuchi yetmaydi. Shuning uchun biz relay напряжение 16 kontaktor orqali ishlatib beramiz. Agarda siz ham uyingizda xavfsizlikni o'ylaydigan bo'lsangiz, uyingizga har doim relay напряжение qo'ying.